Tuflab qo'ygan joyimdan o'tib olaring. Men chiroy chiqaymanmi? Voy, go'zalsiz. Alloh xudo kechirsin. Xo'p. O'rtoqlar, men hozir kamerani oldiga dunyodagi eng uzun odamni chaqiraman. Men o'shadim. Yodiyor bag'ina qatib ketdingiz-ey. Men hozir kamerani yoniga o'tlab ketib qoladigan odamni chaqiraman. Men hozir kamera oldiga o'zi kichkina bo'lsa ham zo'r fikrlaydigan odam chaqiraman. Men o'shadim. Men hozir kamerani oldiga komandamizdagi eng asabbuzar bolani chaqiraman. Sen aytyapti. Kim asabini buzgan o'sha? To'y boshlaganmi? Hazırlaşdım. Hozir men kamerani oldiga jonkera odamni chaqiraman. Unaqa odam yo'q-ku biz o'zir. Men hozir kamerani oldiga dunyo go'zalini chaqiraman. Mana siz chaqirasiz. Dunyo go'zalini chaqirmoqchimisiz? Boring unaqaga. Xurram sulton oldiga. Siz fukusingiz bilan xushtagan fukusim farqi bor. Men hozir mikrofon. Men hozir kamerani yoniga o'zi birovni urib ketsa ham qochayin deb jahl qilib qo'yadigan odamni chaqiraman. Men hozir kamera oldiga Qaramang, nima deb o'ylayapsiz? o'zi uzun bo'lsa ham hech qanday muammolarga aralashmaydigan bolani chaqiraman. Bir haftadan beri qancha tirikchilikdan qoldiryapti bular aka? Meni tunab ketishyapti. Men hozir kamerani oldiga ko'chada ko'rgan qizni sevib qoladigan bolani chaqiraman. Ma Ha, gapir. kimni sevib qolganman? Siz boring. Siz? Yo'q, xushtaga. Xushtaga. Bana aloqam yo'q, o'lim. Meni ham chiqadi aloqam yo'q. Men kamerani oldiga hozir direktiga Ronaldo yozgan qizni chaqiraman. Direktingizga Rostdan Ronaldo yozgan. Kechadan oldin Ronaldo bilan ko'rishgandim. Men Messi bilan har kun gaplashib turaman, bilasizmi? Men hozir kamera oldiga komanda uchun eng ko'p qayg'uradigan odamni chaqiraman. Qo'lingizni tushirib gapiravering, aka, normalni gaplashamiz o'tdi. Men ikkita yarimta go'mishni bitta qilib qo'yamizmi? Hozir kamerani oldiga eng punktualniy bolani chaqiraman. Adashib qoldingizmi deyman aka? Men hozir kamerani oldiga komandamizni Erkatoyni chaqiraman. Qulog'ingda varrang ekan. Pulda emas yoki boshqa muhimi e'tiborda, aka. Bunaqa e'tibor qilmay qo'ying. Men hozir kamerani yoniga o'zi atigi 5 yosh katta bo'lsa ham, lekin o'zini chol deb hisoblaydigan odamni chaqiraman. Biz mana hozir kamerani oldiga butun komandani yig'dik. Komandaning ba'zi bir a'zolari hozir bu yerda emas. Biz kommentariyaga muxlislarni chaqiramiz.